Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Bir qiziq keys. Mana shu kofeyniyani kofesini yaxshi ko'raman. Uje rahbariga bir necha marta feedback berdim. Afsuga yo'q bo'ladi. Eng qizig'i ro'parasida bom bor, yana boshqa kafelar bor, hammasida afsuga bor. Eng bundan ham qizig'i bo'ladi, xizmatda kofesi qimmat, mazali bo'lganiga, avstraliyskiy kofe. Rahbariga feedback berdim. 2 marta franchising tushirgan odamga kofe qimmat bo'lgandan keyin afsuga qo'y ustiga 15% qo'yib, lokallarni ham ko'rish kerak, sabab sanda постоянно mana ham pustoy turadi, ko'chadagi joylarni ham pustoy turadi. Odamlar bizada tushunmaydi bu narsani nimaligini. Afsuga o'rganib qolgan odamlar olishga, tim bo'lib qimmat narsada yana ham har bitta brend lokal bozor kirayotganda u joydagi urf-odatlarni hisobga oladi degan feedback bergan edim. Mana уже bir necha oy bo'ldi, haligacha natija o'ylayman. Bu narsa eng muhim narsalardan biridir. Sababi o'sha KFC, McDonald's ham даже Hindiston kirayotganda ham uni local talablarni hisobga oladi. Esdan chiqarmanglar, odatlarni qaysi bir davlatda kirayotganingizda nima urf-odatlar borligini. Bu foyda bo'ladi deb o'ylayman. Biznes zararga ishlamaydi yoki nurga ishlaydi.